M416 haqida top 3 ta fakt. Qani go. M416 оружиеsi TDMdagi 1-1 otishmalarda eng ko'p ishlatiladigan оружиеlardan biri hisoblanadi. PUBG Mobile'dagi birinchi kuchaytiriladigan qurol ham aynan M416 bo'lib, lednik skini hisoblanadi. Oxirgisini aytishimdan oldin shu videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying, sababi shu orqali siz meni arzimagan mehnatimni qadrlagan bo'lasiz. Shu orada realchimsiz yoki da barsachi kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. 45 hamda 60 FPS lar uchun eng yaxshi chuz Telegramda. Ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kungacha PUBG Mobile'da M416 оружиеsi uchun 100 dan ortiq skinlar mavjud. M416 haqida top 3 ta fakt. Qani go. M416 оружиеsi TDMdagi 1-1 otishmalarda eng ko'p ishlatiladigan оружиеlardan biri hisoblanadi. PUBG Mobile'dagi birinchi kuchaytiriladigan qurol ham aynan M416 bo'lib, lednik skini hisoblanadi. Oxirgisini aytishimdan oldin shu videoga bittadan like